Ko'pchilikdan kelayotgan savol do'mboro va ozg'in qizlarga qanaqa model yarashishini so'rashyapti. Men shularni hozir sizlarga bitta ko'rsatib o'taman va tavsiya qilaman. Birinchi fasonimiz ozg'inchadan kelgan qizlarimiz uchun belida burmasi bor, ularni sal to'laroq, qomatligini chiroyli qilib ko'rsatadi. Bu to'g'ri oldin chiqqan model, lekin trenddan qolmaydi hech qachon. Chunki kiygan odamni hammasiga tushib ketadi. Buni ranglari bo'ladi: pudra, yashil, elektr, qizil va qaymoq ranglari. Ko'zlari hammasi shisha toshdan qilingan. Razmerlarini qilib bera olamiz. Sonimizni do'mboq qizlarga ham ko'proq yaxshi ketadi, chunki belidan pastiga skladka burma berilmagan, skladka berilgan. Bu qomatga chiroyli tushib, ham rangi to'q bo'lib, do'mboq qizlarni oziqroq ko'rsatadi. Do'mboq qizlarga tavsiyam elektr, yashil, to'q rangli ozg'ircharoq ko'rsatadi. Ochuv rangli sal do'mboq qilib qo'yadi va belida burmasi bo'lsa, u ham do'mboqroq ko'rsatadi. Bu modelimiz ham yoniga skladka, ortiga skladka berilgan, burma berilmagan. To'lacha va ozg'in qizlarga ham ketaveradi. Основной to'lachalarga ham chiroyli turadi. Bo'yligini baland va ozg'in ko'rsatadi. Barxitdan yoki prokatnidan qo'ysa ham bo'ladi. Yozga jakarta material bilan kombreviniy qilingan, xrustalik toshlarda qo'l mehnati qilingan. Hamma toshlari shishadan qilingan. Hamma yog'iga ruchnoy ishlatilgan. Buni yashil, elektr, qizil va tilla rangidan qilib bera olamiz. Razmerlarga ham do'mboqcha va ozg'in qizlar uchun ham bemalol razmer olib zakaz bersanglar bo'ladi. Razmerga ham tikib beraveramiz. YouTube, Telegram, Instagram kanalimiz bor. Podpisatsiya bo'lib olinglar.